Bundan 1-2 oy avval bir yigit kelgan edi, xotinidan shikoyat qilib kelgan edi. Qarang endi muammoni qarang. Domla maslahat bering. Xotinimdan domla maslahat bering. Xotinimdan qanday qilsam qo'ldan telefonni olib qo'ya olaman. Haligi yigit mendan savlatlik, mendan novcha yigit ko'zida yosh bilan, bilasizmi, erkaklar qachon yig'lagan? Erkakning gunohi ko'payganda yig'laydi. Erkak kishi bir yaxshi ishni qila olmay qolsa yig'laydi. Erkak kishi onasini xizmatini qilib ulgurmay, ona o'tib ketib qolsa, ota o'tib ketib qolsa yig'laydi. Haligi yigit ko'z yosh to'kib o'tiribdi. Domla, ojizman, qo'limdan hech narsa kelmayapti. Qanday qilsam xotinimning qo'lidan telefonni olib qo'ya olaman? Uni ko'zidan oqqan yoshga men o'zimni tutib tura olmasdan men ham yig'ladim. Dardlashdik. Qizlaringlarga chiroyli tarbiya beringlar otalar. Yigitlarni yig'latyapti bular. Dunyoni titratadigan yigitlarni yig'latyapti bu ayollar. Ot minganda jigarini sug'urib oladigan yigitlarni bugun ayollar yig'latyapti. Erkakning ko'zidan yosh oqizgan ayol xor bo'ladi. Avvallari domla qanaqsam ayolim namoz o'qiydi, qanaqsam kitob o'qiydi. Qanday yo'q. Xulqqa bog'liq. Faqat xulqqa bog'liq bo'lib qoldi bugun. Domla umuman gapimga kirmaydi. Betdan oladi, qo'lidan telefon tushmaydi, internetdan chiqmaydi, so'ramasdan ketaveradi, taksi chaqirib taksida ketaveradi. Domla nima qilay? Mana bunday holatga yetib keldik bugun aslida. Hammamiz hozir bir tahoratda turibmiz. Bu yigitga keyin maslahat berdimki, men sizga bir shar'iy maslahatni beraman dedim. Bu dard bilan ko'pimiz qovurilyapmiz bugun kelar. Bugun ko'pimiz xotinlarni qo'ldan telefonni yig'ishtira olmayapmiz. Faqat istig'for ayting dedim. Agar birovga gapirishlik ehtiyoj bo'lsa, gapiring. Zarurat bo'lsa, gapiring. To'xtadingizmi, istig'for ayta oling dedim. 3 kundan keyin keling dedim. Shu bo'yicha bu yigit kelmadi. 3-4 kun avval ko'rib qoldim. So'ramadim, lekin ko'rinishidan ma'lum bo'lib turibdi, kayfiyatlari choq, chiroyli bir holatga keldi. O'tib ketdi, ko'rishdik. Men o'ylayman, inshaalloh yaxshi tomonga yechildi deb o'ylayman. Aminman. Chunki istig'for hech qachon bizni qurib qo'ymaydi.